Yo'q, hech qachon. Noqulay bo'lsa ham, Ha, odamlarning oldida noqulay bo'lsa ham. agar kayfiyatingiz bo'lmasa-chi? Yo'q, baribir. Bilasizmi? Sizni odamlar tanishni boshlaganida jamiyatda hech kimni rad etishing kerak emas. Shu rasmga tushishni so'rashganda. Noto'g'ri narsa bu. Odamlardan yopilib olsang. Men shunaqa deb o'ylayman. Biz unday odam emasmiz-ku. Agar sport bo'yicha bizni tanishsa, bu degani biz ko'zga ko'ringan odammiz. Endi sen o'z mehnating bilan erishding, o'z kuching bilan erishding. Lekin odamlar seni bilishadi. Sen shu uchun yulduz bo'lding. Muxlislik qilishadi senga. To'g'ri, bu o'zingning mehnating. Lekin muxlislar borki, sen nima desa bo'ladi, yulduzsan ular oldida. To'g'rimi? Mana o'sha odamlar borki, o'sha odamlar tufayli biz yulduzga aylandik. Ovoz berishadi sizga ular. Ha. Va bu odam ham ularning biri. Seni haqqing yo'q uni rad etishga. Rasmga tushishga kelsa albatta, so'rashgisi kelsa, o'tirib suhbat qilgisi kelsa. Shuning uchun u kim bo'lsa ham men o'zim bajonidil uning oldiga kelib, rasmga ham tushaman, suhbatlashaman ham. Hech qanday chegaralari yo'q. Demak, yulduzlik kasalligiga uchramagansiz. Bilasizmi? Kim bu, nima o'zi bu deb. Bu narsa noto'g'ri. Bilmadim. Men uchun noto'g'ri.